borib yana pirojniy tortlarni yeb, borib olib anti xonim xasiblarni yeb, yana zo'rishga katinsiga kelib, men ozmadim desanglar, ozmaysizlar, kelib ovora ham bo'lmaylar, bizlarning ham vaqtimizni olmaylar, o'zinglarni ham qiynamaylar. Bizajonlar, zo'rishga kursi, zo'rishga katinitsasi sizlar qiladigan muolajalar qanaqadir bir protseduralarga qo'shimcha tarzda olsanglar, mana shunday rezultat bo'ladi. Kursda kelib, yana qaytaryapman, 7 kunda 10 kilo, 20 kilo ozib qolmaysizlar. 5 kilo ozish garantiylar bor, lekin bu jarayon vaqt kerak bo'ladi. 1 oy ichida to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri suv ob'yomini to'g'rilasanglar, mana shunday natijaga chiqasizlar. 1 oyda bemalol 12 kilo vazn tashlashingiz mumkin bo'ladi. 12 kilodan ko'pi o'sha operatsiya. 12 kilodan ko'pi bu gormonlar degani. Qanaqadir ushirillar bilan ozish degani, buni oxiri ziyon bo'ladi. Normalniy organizm 7 kilo